Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini yanada rivojlantirish, bolalar uchun zamonaviy va qulay sharoitlar yaratish borasidagi bunyodkorlik ishlari izchil davom etmoqda. Boyovut tumanida foydalanishga topshirilgan yangi davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti ana shunday ezgu maqsadlar yo'lidagi yana bir muhim qadam bo'ldi. Mavzu tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish, bolalar uchun zamonaviy va xavfsiz sharoitlar yaratishga qaratilayotgan e'tibor amaliy natijalar bermoqda. Ana shunday bunyodkorlik ishlaridan biri Boyovut tumanining Bekat mahallasida amalga oshirildi. Prezidentimizning tegishli qarori asosida 19-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti o'rnida zamonaviy 2 qavatli 180 o'rinli yangi bino bunyod etildi. Avval 90 nafar bolaga mo'ljallangan muassasa bugungi kunda 2 barobar ko'proq tarbiyalanuvchini qabul qilish imkoniyatiga ega. Bu esa hududda maktabgacha ta'lim qamrovini yanada kengaytirishga xizmat qiladi. 1980-yil qurilgan bog'chamiz hozirgi kunda yangi remont bo'ldi. 90 o'rin edi, hozir 180 o'rin bo'ldi. Qamrovimiz 2 barobarga oshirildi. Bekat mahallasining aholisi juda ham xursand. Hamma sharoitlar bolajonlarga bor. Juda ham zamonaviy sharoitda ishlayotganimizga avvalambor prezidentimizga katta rahmat. Yangi bog'chada bolalarning sifatli ta'lim olishi va mazmunli hordiq chiqarish uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan. O'quv va o'yin xonalari, yotoqxonalar, oshxona, musiqa hamda sport mashg'ulotlari uchun mo'ljallangan xonalar zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan. Ochilish marosimida ushbu zamonaviy bog'chaning foydalanishga topshirilishi davlat mustaqilligining 35 yiliga arafasida Boyovut aholisi, ayniqsa jajji bolajonlar va ularning ota-onalari uchun munosib tuhfa ekani alohida ta'kidlandi. Keyingi manzil Boyovut tumanining Boboyurt mahallasi bo'ldi. Bu yerda tashabbusli budjet loyihasi asosida zamonaviy mahalla binosi yangidan bunyod etildi. Qariyb 1 milliard 500 million so'm mablag' evaziga barpo etilgan yangi binoda mahalla yettiligi a'zolarining samarali faoliyat yuritish uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Xizmat xonalari zamonaviy jihozlanib, fuqarolarni qabul qilish va murojaatlar bilan ishlash uchun qulay muhit shakllantirilgan. Mahalla binosida xotin-qizlarning bandligini ta'minlashga ham alohida e'tibor qaratilgan. Shu maqsadda tikuvchilik xonasi tashkil etilib, unda ayollarning kasb-hunarga o'rgatish hamda ularning daromad topishiga ko'maklashish rejalashtirilgan. Boyovut tumani Boboyurt mahallasida zamonaviy mahalla binosi barpo etildi. Boboyurt xalqi juda ham xursand. Bu uchun prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Endilikda yanada bundan-da katta kuch bilan ishlash, xalqning muammolari bilan ishlash, xalqning dardi bilan ishlashga va'da beramiz. Yangi mahalla binosining foydalanishga topshirilishi aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish, mahallada ijtimoiy faollikni kuchaytirish va xotin-qizlar bandligini ta'minlash yo'lidagi muhim qadamlardan biri bo'ldi.